shu boshida yangi ishga kirib yurgan paytlarim o'zim qiynalgan o'sha jihatlarim bo'lganda, o'shalar o'zimni xodimlarimda bo'lmasligini xohlayman. Ya'ni obed masalasida juda ham qiynalganman. 7-8 kilometrlik masofada uyimga qatnab obed qilib kelganman. Yo'l kira muammo bo'lgan. O'sha uchun xodimlarimga shunaqa muammo bo'lmasligi uchun ertalab borganimdan odam ish haqida o'ylamaydi-da, qorni ochib bo'lsa agar qorin to'yg'izishni o'ylaydi. Shunaqa muammo bo'lmasin deb xodimlarimga ham o'sha obed, agar ishdan keyin qoladigan qo'shimcha ishlar ko'p olamiz, ya'ni ishdan keyin qolib ishlaymiz deydi. O'sha masalalarni yechimini qilib qo'yganmiz. Что bizni menda bo'lgan kamchilik, o'sha menda bo'lgan oqsoqlanish bo'ladi bo'lmasligi uchun. Ko'p so'rayman xodimlarimdan. Ishga qanaqa qilib kelasan? Ya'ni majburlikdanmi, borib ishlashim kerak, pul topishim kerak deb kelasanmi yoki qanaqadir qiziqish bilan kelasanmi? Qiziqish bilan kelaman deydi. O'sha mazza qilib o'sha boradigan nima bilan kelaman deydi, maqsad bilan.